Tojikiston Bapesh. Assalomu alaykum ahli tojikistonlik qardoshlarimiz. Sizlarga ajoyib imkoniyatni yaratib qo'yganmiz. Tojikistondan bir kun oldin kelasizlar, damni olasizlar, gastitsalaringizni bron qilib qo'yamiz. Ertasiga yaxshi holatda umra safariga jo'nab ketasizlar. Gastitsa to'lovlarini biz o'zimiz to'lab beramiz. Inshaalloh tojikistonliklarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Juda ham ko'pchilik qimmat narxlardan ketishyapti ekan. Biz O'zbekistonda Centrum Holidays firmasi rasmiy litsenziyaga ega. Eng asosiysi bordi keldi biletlaring oldindan xarid qilinadi. Qaysi sanada uchishlaring, qaysi sanada qaytishlaring oldindan aniq bo'ladi. Juda ham ko'pchilik mana shu narsaga e'tibor berar ekan. Tojikistondan ko'pchilik 5 kishi, 6 kishi ko'pchilik bo'lib borishadi. Aloqaga chiqinglar, chegirmalarni ham qilib beramiz. 50 ta 60 ta odam yig'ib qo'ygan hamkor tojikistonlik akalar WhatsApp orqali, Telegram orqali bog'laninglar. Odamlarning chiroyli narxlarda joylaymiz, chiroyli narxlarda jo'natamiz, chiroyli sharoitlarga qo'yamiz. Va biz berayotgan imkoniyatni sizlarga inshaalloh chimchoqdan berolmaydi. Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr, 10-12 daqiqalik haramgacha bo'lgan piyodaga masofa hamda avtobus qatnovi ham bo'ladi. Gastitsamizning holati 4-5 kishilik yaxshi holatdagi gastitsa. Va bundan tashqari Madina ziyoratlari, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori va shu qatori ziyoratlar hamda Qizil dengiz sayohati. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 boshlaring bo'lsa, reysga 50 bosh qilib qo'yib beramiz. Yoki-da xudo xolasa o'zimizning malakali 50 boshlarimiz sizlarga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportda kamzil, bejik sumka vizalarini beramiz. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlarini hadya sifatida taqdim etamiz. Sog'liqlardan boxabar bo'lib turgani doktor xizmatimiz bor. Doktor xizmatimiz dori darmonlari ham bor. Xudo xolasa ota-onalaring yoki da yaqinlaringning sog'lig'ida muammo bo'lsa, albatta birinchi yordamni ko'rsatishadi. Aziz tojikistonliklar, arzon narxlarda sizlarga taklif qilib qolamiz. 18-25 avgust Toshkent Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Narxini $1050 qilib qo'yganmiz. Bir kun oldin kelasizlar, gastitsaga joylashasizlar, to'lovini o'zimiz to'lab beramiz. Xudo xolasa ajoyib imkoniyat, ajoyib sharoitlar sizlarga tayyorlab qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Standart plus sharoitda umra qilaman, yaxshi sharoitga boraman deganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Va tojikistonliklar kommentariyaga yaxshi fikrlar yozib qoldiringlar. Bizga obuna bo'linglar, yaqinlarga ulashinglar videoni. Xudo xolasa bemalol ekrandagi raqamlarga WhatsApp yoki Telegram orqali aloqaga chiqasizlar. Bitta pasportni tashlaysizlar, bir kun oldin kelasizlar, damni olib uchib ketasizlar. Bunaqangi imkoniyat faqatgina bizning kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.